O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Washingtonga amaliy tashrifi doirasida AQSh savdo vaziri Howard Lutnick bilan uchrashdi. Unda ikki mamlakat o'rtasidagi strategik sheriklikni yanada mustahkamlashning amaliy jihatlari, shuningdek ustuvor yo'nalishlarda kooperatsiya loyihalarini ilgari surish masalalari muhokama qilindi. Qiymati 35 milliard dollar bo'lgan 3 yillik iqtisodiy hamkorlik dasturi hozirgi kunda amal qilmoqda. Ustuvor loyihalarni tizimli qo'llab-quvvatlash uchun yaqinda tashkil etilgan Ishbilarmonlik kengashining imkoniyatlaridan foydalanish va investitsiya platformalarini ishga tushirish zarurligi ta'kidlandi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari AQSh Eksport-Import banki prezidenti va raisi Jon Yovanovich hamda Xalqaro moliyaviy taraqqiyot korporatsiyasi DFC bosh ijrochi direktori Ben Blackni qabul qildi. Ishbilarmonlik kengashi faoliyatini qo'llab-quvvatlash va ustuvor loyihalarni tizimli ilgari surish uchun investitsiya platformasini ishga tushirishga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston prezidenti AQSh tomonini Toshkent xalqaro investitsiya forumida ishtirok etishga taklif qildi. Uchrashuv yakunida davlatimiz rahbari huzurida tashrif davomida imzolangan O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi investitsiya platformasini tashkil etish to'g'risidagi bitim almashildi. Ishbilarmonlik uchrashuvlarining navbatdagisi AQSh savdo vakili Jameson Greer bo'ldi. Mamlakatimizning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini yakuniga yetkazishga oid masalalarda amaliy hamkorlikni kuchaytirish va AQSh tomonidan ushbu jarayonlarni yanada qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratildi. Mahsulotlarni barqaror yetkazib berish, texnik tartibga solish va raqamli savdoga oid mintaqaviy yondashuvlarni ishlab chiqish maqsadida Markaziy Osiyo mamlakatlari va AQSh o'rtasidagi savdo va investitsiyalar bo'yicha hadli bitim TIFA doirasida hamkorlikni faollashtirish taklifi bildirildi.